Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Yana bir laboga mana tunuka o'radik. 18-mart 2026-yil. Labon egalari Farg'ona viloyati Boyda tumani Qo'ng'irot qishlog'idan kelibdi. Atroflariga bo'lni tushumkali qilib tunuka o'raldi. Konteyner pollar qo'yildi. Ko'rishingiz mumkin. Mavjoylariga penoplex shumkalari qilingan holatda, taglari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi, shunaqa holatda qilinadi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. Mana bu raqamlar bizga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Shu raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida bo'ladi. Kamchiliklar yozinglar, 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Rezinkalari bor, dugalari, hamma narsasi bor. Telefon qilaverasizlar.